Do'konimizda yangilardan chopper keldi. Oldin texnomerga ko'tarib 3,5 ming so'm pichoq qalin olsun. Dahshatlar bu yoqda bu Halil firmasidan pichoqlar qalin mo'g'ali moshni qalinligini sizlarga hozir video kadrda tushuntirib beraman. Bu moshni ishlangan 6 litrli bo'ladi. Provodalari ham moshni bo'ladi. Ishlashini qarang. Narxi 2,5 ming so'm. Xudo o'zi chiroyli narxlarda qildirib beramiz. Xudo o'zi bundan tashqari nima kerak bo'lsa, chiroyli o'zimizga chiqaramiz. Strannik mashinamizni 6 kiloligimiz modelicha boshqacharoq bo'lib keldi. Xudo o'zi podpiska tashlab qo'yib, like bosib, kuzatib tursanglar, xudo o'zi chiroyli narxlarda qildirib beramiz. Bu lorislarimiz xudo o'zi original bo'ldi. Uje 250 so'mliklari bor, 250 so'm. Uje bo'ldilar zapret qilib, shtrap qilib, xudo o'zi yo'qdi. Endi bundan buyog'iga xudo o'zi original chiqadi. Qora suvdan xudo o'zi yo'qotish bordi. Hammasi shtrapni bosib, qanqiratib, xudo o'zi lorislardan original bo'ldi. Bundan tashqari savdo bosqichlarimizdan keldi. Bundan tashqari nima kerak bo'lsa, bitta o'yindan bemalol bizga aloqaga chiqaveradilar. Podpiska etib qo'yib, esdan chiqmasin. Lokatsiyani bilasizlar, Aravan rayon, Mo'minjamish bozorining ichida kelaverasizlar.